uzunligi 714 nanometr bo'lgan DNK. Hisoblaydigan bo'lsak, har bir zanjirida 2100 ta nukleotid bo'ladi. Bizda bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi 1585, 1586, 1587, 2098, 2099 va 2100 nukleotidlardagi yo'q. 2100 nukleotidlarni berib qo'yilyapti, ya'ni mana bunday. Birinchi zanjir, ikkinchi zanjir desak, bizda boshida misol uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi adenin, timin, guanin. 1585, 86, 87lar misol uchun timin, adenin, guanin. Oxirdagilar demak guanin, adenin, adenin. Bu yerda sal boshqacha bo'lib ketibdi. Buni hech qanday hozir bizning hisob-kitobimizda uncha aloqasi yo'q. Bu birinchi zanjir informatsion RNK ikkinchi zanjirdan sintezlangan. Xo'p. Komplementarlik asosida demak ikkinchi zanjirda nima joylashganini topamiz va aynan mana shu ikkinchi zanjirdan informatsion RNK sintezlanyapti. Informatsion RNK ga demak e'tibor bering. Tripletlarni AUG boshlab beradi. Mana bu yerda UAG bo'lyapti. Ya'ni stop, terminator, kodon bo'lyapti. Xo'sh. Bu yerda o'zi bizda oxirgi nukleotid bu 1584 bo'lyapti. 1584. Mana shu yerda aynan oqsil biosintez tugayapti. O'sha mana bu 1585 dan oqsil biosintez amalga oshmagan. Oxirgisi 1584 ekan. Xo'p, biz aynan 1584 ni 3 ga bo'lamiz. Demak, bu yerda bilishimiz mumkinki 528 ta aminokislota hosil bo'lgan ekan. Bizda oqsil tarkibidagi peptid bog' so'ralyapti. 528 dan birini ayiramiz. Demak, javob 527 chiqadi. Keyingisi. Oqsilning molekulyar massasi, aminokislota sonini bilamiz, shuni 120 ga ko'paytiramiz. Javob 63360 ekan.